Xonimlar va janoblar, nima gaplar? Ro'zai Ramazonda qiynalmasdan ro'zalar tutyapsizlarmi bolalar? Agar men YouTube kanalimga qo'ygan rasmimni ko'rganlar bo'lsa, men yangi ideya o'ylab topyapman bolalar. Hali O'zbekistonda buni hech kim qilmagan. Inshaalloh bu videoda yaqinda sizlarga olib 5 santimetrdan 25-30 santimetrgacha bo'lgan mo'ljallar bo'ladi. Shularni urish bilan uzoqdan 15 metr masofadan uni urish, orasida har xil challenge, qiziqarli narsalar bilan Xudo xolasa video qilmoqchiman. Bu agar video chiqqandan keyin qo'llab-quvvatlab, maksimalni podдержка, kommentariyasini potlatib, layklarni bomba qilib yuborsalaring bolalar, buni obunachilar bilan ham qilish niyatim bor. Bolalar, shu uchun Instagram kanalim va Telegram kanallarimga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bu YouTube servisi, если что. Bolalar, shu bunga obuna bo'lib qo'yinglar deyotganim sababi chunki odamlar Telegram kanal va Instagram kanallardan tanlab olaman. Sizlar bilan ham bu videoni qilamiz albatta inshaalloh. Shu uchun qo'llab-quvvatlab bizdan uzoqlashmaymiz bolalar. Obunani bo'lib, kolokольчикni bosib qo'yamiz. Har bitta chiqqan videoda birinchi bo'lib sizlarga yetib kelish uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yish kerak, obuna bo'lib bolalar. Hammaga katta rahmat bolalar, bo'lmasam qani videoga ketdik. Mana restoran oldida turibman, qo'limda 100 ming dollarlik chek bilan. Salom, ishlar qalay? Menga juda ham qiziq. Bu 100 ming dollarlik chekni bersam ishdan ketasizmi? Men bu ishdan keta olmayman. Men bu yerdan olib yonaman. Siz boshqa ish topishingiz mumkin bu 100 ming dollardan keyin. Meni xo'jayinim ruxsat bermaydi. So'rab ko'ramiz. Qanchalik asabiylashasiz 100 ming dollar uchun ishdan ketsa? Hech qancha. Rostdan, men sizga kerakman deb o'yladim. Men ketgan bo'lardim. Ana xo'jayinini eshitdingmi? Yaxshi ketishini oldin sizlarga ogohlantiraman. Hech qanday 2 hafta. Agar buni haqiqiyligiga ishonmasangiz, mashinada mana bu sumkada haqiqiy pullar turibdi. Mr. Beast sizga katta rahmat. Men hozir ishdan ketyapman va bundan xursandman. Biz endi boshladik. Bizda hali 100 minglab dollarlar bor. Qani ketdik. Biz endi bu ishni Walmartda ham sinab ko'ramiz. Mr. Beast kanalini ko'rganmisiz? Ha. Xo'p, sizga taklifim bor. Bu 10 ming dollar uchun ishdan ketarmidingiz? Naqd pul. Yo'q. Shunaqa deyishingizni bilardim. Mayli, ishdan ketishingiz shart emas. 10 ming dollar kerakmi? Ha, ajoyib bo'lardi. Ushlang. Wow. Mayli, biz uni ishdan ketishga majburlamaymiz. Yig'layapsizmi? Biz yaqinda bildik. Bu saraton kasalligining 4-bosqichida ekan. Afsusdaman. Hech qisi yo'q. Buni barchasi Allohning ishi va Robbimning sinovidir. Biz hozir futbol maydonidamiz, ikkita sobiq himoyachi bilan. Unga to'pni uloqtiring. Ana siz 1 dollar ishlab oldingiz. Hoppa, yana 1 dollar. Siz har bir uloqtirganingizda u ushlab olsa 1 dollardan yutib olasiz. Agar u to'p yerga tegib ketsa, siz hamma pullaringizni yo'qotasiz. Siz albatta butun kun davomida xohlaganingizcha pul ushlab olishingiz mumkin. Biz esa keyingi qismga ketdik. Bu 800 ming dollarlik saroy, bu esa eshikni oldi kaliti. Dramatik muzika qo'yib bor. Menga umid bag'ishlaydi. O'zimni haqiqiy erkakdek his qilyapman. Endi, Nolan, endi sen bu akvariumning ichidan mana bu eshikning kalitini topa olsang, bu saroy seniki. Kalitni tanla. Nolan, ehtiyot bo'l. Omad. Bu 800 ming dollarni hal qiladi. Nolan, sen juda ham ko'p. Tanla kalitni. 4, 3, 2, 1. Tanlash juda qiyin. Agar bu kalit bu eshikni ocha olsa, u saroyni yutib oladi. Bu juda ham katta ekan. Yo xudoyim. Biz hozir aeroportdamiz. Bu esa uchuvchi. Men uchuvchiman. Mana bu qog'ozni ushlab, bundan qog'oz samolyot yasang. Siz yasagan samolyot bu chiziqdan o't olsa, siz 1000 dollar yutib olasiz. Bu 5000 dollar, bu esa 10 ming dollar. Endi agar bu chiziqdan o'tsa, 20 ming dollar yutib olasiz. Agar kimdir bu qog'oz samolyotni kim yasagan desa, bu o'yin yasagan. Ha, bu men. Nima deb o'ylaysiz? 20 ming dollar yutib olasizmi? Qo'ldan kelgancha harakat qilaman. O'rtada 20 ming dollar turibdi. Qanday aniqlik? Wow, bu yomon emas. Hozir bir minut kutib turing. Kris, bu samolyotning yarmi chiziqdan o'tibdi. Ha, bu yerdan samolyotni Ha, yaxshi. Siz hozir 10 ming dollar naqd pulni yutib oldingiz. Ha, men uddaladim. Bu pullarni samolyotingizga joylasak bo'ladimi? Albatta. Mana bu yerga qo'ying. Endi pullar samolyotingizda. Siz endi qilishingiz kerak bo'lgan narsa uchish, to'g'rimi? Ketdik yana pul tarqatishga. Biz hozir katta yo'ldamiz. Va bizning balonimiz teshildi. Endi bizga kim to'xtab yordam bersa, bu mashinani yutib oladi. Voy, bizning balonimiz teshilgan. Voy, Voy ahmoqlar.
Ha, mana bittasi bor. Biz balonni qanday alishtirishni bilmaymiz. Biz bu katta yo'lda 1 soatdan ko'proq turdik, kimdir to'xtab yordam beradimi deb. Ha, tushunaman. Bu men bilan 1 yil oldin sodir bo'lgan edi. Men boshimdan o'tkazganman. Bu yigitcha menga juda yoqdi. Uni aytishicha, mashinasi juda ham eskirib ketgan. U juda ham mehribon, bizga ko'p yordam berdi. Brian, senga katta rahmat bizga yordam berganingga. Ana bu kamerani ko'ryapsanmi? Umuman bizning YouTube kanalimiz bor. 50 millionta podpисчикка egamiz va sen bizga yordam bergan ekansan. Bu mashina senga. Nima? Tariq, bu yoqqa kel, yo'ldan ehtiyot bo'lib ot, mashina urib yormasin. Biz mashinani balonini ataylab teshib kutib o'tirdik, kim qachon yordam berar ekan deb. 1 soatdan oshiq va sen hozir bizga yordam berganing uchun bu mashina senga. Hazillashyapsizlarmi? Sen bizga yordam berganing uchun Yo'q, mukofot. xudoyim. Men shunchaki kim muhtoj bo'lsa yordam berganimdan xursandman. Meni esa gapim yo'q. Bu David, u professional golf o'yinchisi. David, sen bir urinishda u teshikka tushirib olsang, men senga 1 million dollar beraman. Menimcha tushira olaman. Rostdanmi? Sen u yoqqa necha marta otgansan? Buni hisoblab bo'lmaydi. Bir martada tushirganmisan? Hozir bu haqda gapirishni xohlamayman. Teshik masofasi 900 metr va shamol 10 tarafdan bo'lyapti. Tashqarida namlik, havo darajasi 15 gradus. Havo biroz sovuqroq, demak yaxshi uchmaydi. U hozir barchasini hisoblab chiqdim, ham million dollarimdan xavotir olyapman. U to'ppa to'g'ri teshik tomon uchyapti. Yo xudoyim, u tushay deyapti. Qarang, u juda ham yaqin keldi. Xo'p, David, sen agar bitta kriska adashmaganingda sen million dollar yutgan bo'larding. Xo'p, noumid bo'lma. Ikkinchi urinishda agar tushirsang 10 ming dollar beraman. Qani bu yerga tush. Bunday imkoniyat uchun katta rahmat bolalar. Bu aql bovar qilmaydigan narsa. Aytgancha 10 ming dollar deganingga futbolchilarning ahvoli qanaqa ekan? Janoblar, ishlar qalay? Qorong'u tushay deb qopti. Ha, biroz qiyinlashyapti. Mana sizlar hozirgacha ishlagan pullaringiz. Uncha ko'p. Qaranglar, bu idishda qancha ko'p pullar bor. Men sizlarga ajoyib challenge bermoqchiman. Agar 10 metr masofadan turib buni uloqtirib ushlab olsangiz, sizlarga 5 ming dollar qo'shib beraman mana bu pulingizga. Bu otish 5 ming dollar turadi. Agar siz uni otib ushlab olsangiz, pulingizga 5 ming dollar qo'shiladi. Agar ushlay olmasangiz, hamma pullaringiz yo'qqa chiqadi. Bu juda ham hayajonli bo'ldi. Mana bu axlat salafanada 5 ming dollar bor. Bizni chentlarimizni qorni ochibdi. U Papa John'sdan pizza buyurtma qiladi. Chris esa Domino'sdan buyurtma qiladi. Carol esa Pizza Hut'dan buyurtma qiladi. Endi kimni buyurtmasi birinchi bo'lib kelsa, olib kelgan eltuvchiga choychaqa uchun 10 ming dollar beramiz. Va yana kimni eltuvchisi birinchi bo'lib kelsa, uni onasiga 10 ming dollar beramiz. O yaxshi ona uchun. Janoblar, tashqarida yaxshi ob-havo pizzalarni buyurtma qiling. Men bunga juda ustaman. Ha, buyurtma. Hech narsa xohlamayman. Menga buyurtma kerak. Yo'q, kerak emas, unga olib kelib bermang. Buyurtma bilan. Menga pizza kerak. Qandaydir maxsus narsasi bo'lishi kerak. Yo'q. Haydovchiga ayting, iltimos tezroq olib kelsin. Rahmat. Boshlandi. 25 minut tezroq. Ha, buyurtma. Nega bunday qilyapsan? Bas qil. Ha, buyurtma bilan. Bo'ldi, hech narsa xohlamayman. Men prilojeniydan buyurtma qilaman. Yaxshi, endi buyurtma qilamiz. Bizga sous kerak emas, tomat kerak emas, hech narsa kerak emas. Non, faqat non. Shoshmang, ular yozishyapti sizni pizzangizda nimadir xatolik bor deb. Siz ikkita kichkina pishloqsiz va soussiz pizza buyurtma qildingiz. Sizga qo'ng'iroq qilayotganim sababi shuki, sizlar rostdan ham quruq nonni o'zini xohlaysizmi? Ha, faqat nonli pizza, ha. Tushunarli. Bu meni mahalliy Domino'sdagi hisobim. Shundan keyin qaytib buyurtma bera olmayman. Ular meni hisobimga taqiq qo'yishadi. Eltuvchi Omar 9 minutda shu yerda bo'lar ekan. Nima? Buyurtmani tezroq olib keling, qornim ochib ketdi. Bizning haydovchimiz yo'lga chiqdi. Juda yaxshi, rahmat. Unga ayt, kerak emas, xohlamayman. Sizni yaxshi ko'raman. Amar. 3 minut, Amar 3 minutda keladi. Amar allaqachon yetib kelyapti. Hozir shu yerda bo'ladi. Juda tez, lekin yetarli emas. Bu sani eltuvchingmi? Bilmayman. Omar yetib keldi, bolalar. Rahmat, kerak emas. Ey, Amar. Chris, ishlar qalay? Mr. Beast, ishlar qalay? Qani kela qol. Sizning videolaringizni yaxshi ko'raman. Juda zo'r, nimaga bilasanmi? Biz bir vaqtni o'zida Papa John's, Pizza Hut va Domino'sdan pizza buyurtma qildik. Va sen birinchi bo'lib kelding, shu uchun 10 ming dollar senga sovg'a. Rostdanmi? Mana bizni nonli pizza. Ha, mana bu pizza. Yo, xudoyim, katta rahmat bolalar. Pizza qanday? Hozir ko'ramiz. Pizza Hut keldi. O, senikimidi?
Rahmat kattakon. Hey. Salom. Men Dominosdanman. Mana bu $100 sizga choy chaqov uchun. Yo xudoyim, rostdanmi? Ha, u sizga. Katta rahmat. Buni ataylab qilish ham mumkin emas. Sentlarni eltuvchisi hali ham yo'q. Seni omading kelmayapti. Odamlar ataylab qilyapti deb o'ylaydi. Mana bu eltuvchi Omar, u siz uchun $10,000 yutib oldi. Omar, $10,000 shu rahmat. Jimmy, senga ham rahmat. Rahmat. Mayli ona, sizni yaxshi ko'raman. Endigi bosqich juda ham kulgili bo'ladi. Bu chet, professional futbolist. Salom bolalar. Seni yaxshi o'ynaydi deyshadi. Sen bu yerdan turib darvozaga gol ura olsang $1000 beraman. Sen buni uddalading. Ha! Kris, darvozaga tur. Chet, $5000 uchun bu $1000 o'rtaga qo'yasanmi? Faqat bu safar darvozada Kris bo'ladi. Ha, sen buni uddalaysan, qani rozi bo'l. Ha, uddalayman. Gol, gol. Nega sen to'xtatmading? Men pul sarflashni yaxshi ko'raman, bu meni ishim. Karal darvozaga bor. Endi bu ikki kishi uchun tavakkal qila olasanmi? Ha, tavakkal qilaman. Yutmasak yutkazamiz-da. O'rtada $12,000 turibdi va yo'q. Karol, chet yutishini xohlamaysanmi? Axir to'p menga to'g'ridan to'g'ri keldi-ku. Afsusdaman. Qanday afsusdasan? Men aybdorman. Ortga qaytaring. To'p tepadigan boshqa hech kim yo'qmidi? To'g'risi men buni tushunmayman. Xo'p, mayli borib men futbolchilardan xabar olay. Mayli, sog' bo'l. Ishlar qalay bolalar? Mana sizlar ishlab topgan pulingiz. Menimcha buni shu qiziqarli joyda tugatishimiz kerak, chunki menga qiziqarli burilishlar yoqadi. Pulingizni ikki barobar qilishni yoki hammasini yo'qotishni xohlaysizmi? Yo'q. Yo'q, nima demoqchiligimni bilmaysiz-ku? Bu yerda $17,000 turibdi va sizlar 27 metr uzoqlikdan otib ushlarsangiz $17,000 dan ikkalangizga 2 barobarga ko'payadi. Siz shunchaki harakat qilishingiz kerak. Buni uloqtirib bir-biringizdan ushlab qolarsangiz $17,000 dan olasiz. Xo'p, endi to'xtab turinglar. Sizlarga yana ham narxini ko'taraman. $20,000 dan olasiz ikkalangiz. Grip, sen nima deysan? Mayli, men tayyorman bunga tavakkal qilish uchun. Ha yoki yo'q degin? Ha. Yaxshi. Haqiqat vaqti keldi. U buni uddalay oladimi? Bu sizni karyerangizdagi eng muhim zarba bo'ladi. U buni uddaladi. Qo'lidan keldi. Qoyil, juda zo'r. Sizlar 2 barobar $40,000 yutib oldingiz. Nimadir deysizmi? Men juda ham qaltirayapman. Endi men hech qachon bunaqa tavakkal qilmayman. Please stay.